Qadrli insonimga tabrik loyihasi. Ko'ngildan chiqib, ko'ngillarga yetib boramiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, muhtaram yurtdoshlar. Bugun oilasi, yaqinlari davrasida tavallud ayyomlarini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni chin qalbimizdan muborakbod qilamiz. Ko'zing qarosidan aylanay bolam, qalbing navosidan aylanay bolam. Sen mening dunyodan topgan xazinam, sen birla nurafshon bo'lg'usi olam. Yomg'ir yog'sa qadam tovushing deyman, sen mening hayotim, jon qushim deyman. Ko'nglimning quvonchi yolg'izim deyman, joning amon bo'lsin o'rgilay bolam. Sen borki nurlarga to'la osmonim, jon ichra asragan eng shirin jonim. Sen borsan munavvar ikki jahonim, joning amon bo'lsin Zohidjon bolam. Azizlar, bugun ukajonimiz Zohidjonni tavallud topgan kuni. Ushbu munosabat bilan Zohidjonni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Demak, tinglayotganingiz qadrli insonimga tabrik loyihasi mikrofon qarshisida Jamina boshlovchingiz Odilbek Seitjonov. Hurmatli Zohidjon, sizni bugungi tavallud topgan kuningiz bilan chin qalbimizdan muborakbod qilamiz. Doimo bugungidek a'lo kayfiyat sizga hayotingizda hamroh bo'lsin. Topgan daromadlaringizga Yaratgan Allohning o'zi barokatlarini yog'diraversin. Zohidjon, mana bugun musofir yurtlarda xizmat safarda ekansiz. Allohim hamisha sizni va siz kabi barcha musofir do'stlarimizni o'z panohida asrasin. Hurmatli Zohidjon, sizga avvalambor tabriklovchilar eng yaqin insonlaringiz, dadajoningiz Qahramon og'a, onajoningiz Dildora opamiz tabriklarini, sog'inchli salomlarni siz uchun yo'llamoqda. Qolaversa qiz opangiz Farog'at, opangiz Jo'shqinbek og'angiz nomidan, Farruxjon ukangiz nomidan chin dildan tabriklaymiz. Jiyanlaringiz Farangiz Mustafobeklar nomidan, xolajonlaringiz Durdugul, Gulnora, Anaxon, Gulnoza, Galiya, Oliyajon xolajonlaringiz nomidan tabriklaymiz. Ammalaringiz Xolida, Saida, Farog'at ammalaringiz va barcha qadrdonlaringiz, do'stlaringiz, qalbingizga, dilingizga yaqin bo'lgan insonlar nomidan asosiy tabrik sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ruvchi, qadrlaguvchi onajoningiz, volidai muhtaramangiz Dildora opamiz tomonidan siz uchun yo'llanmoqda. Hurmatli Zohidjon, ushbu tabriklarni, dil izhorlarni barcha yaqinlar nomidan, xususan onajoningiz Dildora opamiz nomidan qabul qiling. Bugun quvvatim bor, shijoatim bor, har bir yumushimda to'ladi ko'nglim. Yoshim o'tib, senga bo'lsam muhtoj, zor, yelka tutib doim tog' bo'lgin o'g'lim. Bugun salomatman, behisob shukr, ko'zlarim porloqdir, toparman yo'lim. Keksalikda olsin desang gar huzur, ko'nglim gullatguvchi bog' bo'lgin o'g'lim. Sendan umidlarim oshgandan oshar, baxtingni tilashdan duoda qo'lim. Yaxshi bo'lsang ota-onang ming yillar yashar, iymoni but inson bo'lgin jon o'g'lim. Men sendan nimalar kutyapman axir, bo'lgin mening bir kun o'ngim ham so'lim. Menga seni berib siyladi Robbim, suyansam qulamas tog' bo'lgin o'g'lim. Seni yaxshi ko'raman dilbandim, baxtimga hamisha amon bo'lgin. Assalomu alaykum, mening bu olamdagi bor shodligim, quvonchim va baxtim sababchisi, qalbimning, ko'nglimning huzur halovati va ko'z qorachig'imdan ham azizroq bo'lgan bolajonim. Seni payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan kuning bilan, shukrona ayyoming bilan chin qalbimdan tabriklab, sen tomon sog'inchli salomlarimni, sog'inchli maktublarimni, dilimdagi qalb izhorlarimni yo'llayapman. Bolajonim, ishlaringda va hayot yo'llaringda ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Bolajonim, kelajakda o'zing orzu qilgandek baxt va muhabbatga erishgin. Biz seni hamisha duo qilamiz. Aziz boshing omon, hayot yo'llaring ravon hamda farovon bo'lsin. Bolajonim, shunday baxt topkinki seni baxtdan qochib omadga qoqil. Mehr muhabbat yo'llaringni yoritsin.
duolarimiz hayotingda ajralmas hamrohingga aylansin. Chorasiz qolgan kunlaringda umid uchqunlari qadamlaringni yoritsin. Bolajonim, seni shunday yaxshi ko'ramanki, buni ifodalash uchun so'zlar xazinasi kamlik qiladi. Oq qog'oz yetmaydi bolajonim, senga muhabbatimni izhor qilish uchun. Bolajonim, qanotim, arslonim, ushbu so'zlarimni eshitib tabassum qilishingni va kuch olishingni istayman. Qayerda bo'lishingdan qat'iy nazar, seni yaxshi ko'radigan otajoningni hamda men onajoningni borligini va duo qilib turganlarini aslo unutmasang bas. Bolam, senga nasihat, so'zim eshit, qil diqqat, unutmagin sen faqat komil inson bo'l o'g'lim. Va'da bersang bajargin, aytgan so'zdan qaytmagin, doim rostin so'zlagin, lafzi halol bo'l o'g'lim. O'g'lim, seni xalq sevsin, otangga rahmat desin, ko'zim quvonchga to'lsin, yorug' yuzli bo'l o'g'lim. Bolajonim, seni judayam qattiq yaxshi ko'ramiz deya onajoningiz hamda dadajoningiz yaxshi niyatlarini yakunlaganlar. Yana bir bor Zohidjon, bugungi tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Qalbingiz, dilingiz quvonchga, shodlikka to'lsin. Moh Ramazonning savoblaridan ham Yaratgan Allohim barchamizni va sizni ham bahramand aylasin. Ushbu go'zal taronani barcha yaqinlaringiz nomidan, xususan onajoningiz nomidan qabul qilishingizni sizdan so'rab qolamiz. Osmonimda quyosh kulgan kun, dunyoga kelding, bo'ldim butun. Duolarim bo'lgan ijobat, o'g'lim bugun sen tug'ilgan kun. Otam onam degan so'zing bir baxt, sen mevamiz, biz bir daraxt. Jannatlarda qurib bergin taxt, ko'zim qorasi, qalbim donasi, umidim hayotim ertasi. Allohim bergan sevgim mevasi, ko'ray baxtingni bolajonginam, yuragim parchasi, parchasi. Umidim hayotim ertasi, Allohim bergan sevgim mevasi, ko'ray baxtingni bolajonginam, yuragim parchasi, parchasi. Parchasi, parchasi. Umidim hayotim ertasi, Allohim bergan sevgim mevasi, ko'ray baxtingni bolajonginam, yuragim parchasi, parchasi. La 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 la, la la la. Bolajon
yuragim parchasi